Hürmetli vatandaşlarımızın devamını anlayışla. Amerika mütehassisleri Prezident Trump Çavuşangi yetkizleri birdiğen bolsa Cungoni yarlıbıga kıstap koydu dedi. Mavzulu haber 4. ayının 3. günü Dobi Tor bitide ilan kılın. Haber mındak başlandı. Moşayaptı Cungo'nun reis Xi Jinping bilen uçuruşunun harpsida Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump Çavuşan yadro kuralları meselesini yani bir qitim tilga aldı. Prezident Trump mındaq ko'rsatdi. Agar Jungo qo'l solmaydi ekan, Amerika Çavuşanga yakka holda xaris e'lon qiladi. Mutaxassislar tahlil qilib mındaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning so'zlagan so'zlari Beijingga qartildi. Universal matbuotlar 4. ayının 3. günü mındaq ko'rsatdi. Prezident Trump 2. günü Angliya pul muomala gazetiga so'zlaganda Jungoning Çavuşanga zo'r ta'siri bor. Jungo belki Çavuşan meselesida bizga yordam qiladi. O'xshashli yordam qilmasligimi qaror qilishi mumkin. Agar Jungo yordam qilishni qaror qilsa, undaqda Jungoga bu bak yaxshi bo'ladi. Agar Jungo yordam qilishni qaror qilmasa, har qanday kishiga yaxshi bo'lmaydi. Amaliyat Prezident Trump hukumati Çavuşan to'g'risida tunji qatam so'zlab o'tirgani yo'q. O'tgan ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson Koreyani ziyorat qilganda Amerikaning Çavuşanga strategik sabr taqti oxirlashdi deb ko'rsatgan. Amerikaning strategik sabr taqti oxirlashdi deb ko'rsatgan. Strategik taqat qilish siyosati oxirlashdi. Biz yangi diplomatik faoliyatlarga izlanamiz. Bexatarlik iqtisodiy tadbirlar bu bir tanlashdir. Bu tanlashning hammasini biz o'ylashimiz. Uzundan beri Washington Amerikaga bevosita hujum qila oladigan yadro qurollarga ega bo'ladi deb ansirab kelgan. Uzundan beri Washington Pyongyang Amerikaga bevosita hujum qila oladigan yadro qurollarga ega bo'ladi deb ansirab kelgan. Lekin Çavuşan yadro qurollari masalasi bugünkidek ta'xirsiz bo'lib boqqan emas. Prezident Trumpning bu so'zlari Amerikaning Çavuşan yadro qurollari iqtidorini baholishi bo'lib qoldi. Prezident Trumpning bu so'zlari ko'rsatdiki, Anti-Mari 4. ayının 3. günü Prezident Trump'ның sözleri Beijing qartildi dedi. Mari xanım mındaq ko'rsatdi. Biz bu oyunni o'zgartib, da'vo tikishga majburmiz. Ayni chaqda Hillary Clinton xonimning maslahatchisi bo'lgan Mari xanım yana mındaq ko'rsatdi. Prezident Trump Beijingga bildirib qo'ymoqchi bo'ldiki, yoki Jungo Çavuşanga besimni oshirish kerak. Yoki Jungo mo'lcharligida bo'lmaydigan bir muhit turganligini bayqish kerak. Yoki Jungo mo'lcharligida bo'lmaydigan bir muhitda turganligini bayqish kerak. Lekin bu bayqash Jungo ko'zatishni xohlamaydigan, ko'rishni xohlamaydigan bayqashdir. Jungo Xalq Universiteti Xalqaro munosabatlar institut tadqiqot markazining mudiri Shi Yinhong mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump reis Xi Jinping ziyaratining harpsida so'zlagan so'zlari va ikki xil maqsadni ko'zlagan bo'ldi. Uning birinchisi Çavuşanga tahdid solish. Uning ikkinchisi Jungoga bosim ishlatish. Beijingni Çavuşanni ta'minlash yo'lini uzib tashlashga majburlash. Yani ikki xil. Biri Jungoga bosim ishlatish, yana birisi Çavuşanga tahdid solish. Şeyin mındaq ko'rsatdi. Agar Beijing Çavuşanni ta'minlash yo'lini uzib qo'ydigan bo'lsa, Jungo uchun aytganda foyda ziyonni qoplay olmaydi. Chunki Jungo Çavuşanga ta'sir ko'rishni butunlay ayrilib qolmasdan, balki Çavuşan Jungoni dushman deb muomala qiladi. Bu intayin zo'r tarixiy xatolik bo'ladi deydi Sheyin Xon apandi. Prezident Trumpning Çavuşan to'g'ri so'z iborali Prezident Trump bilan reis Xi Jinping cho'ng savdo qiladi deb faraz qilishga bo'ladi. Mavzuli xabar 4. ayning 4. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar tugadi, xabarni keyindan boshladik.
Haber mındak başlan. Sual. Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping müşahaptının 4. günü 6. günü ziyaretki gelişten burun Prezident Trump'nın Çavuşan meselesi doğrusunda qattiq sözleri keng perezlerini qozgadı. Bazılar mındak his qildi. Prezident Trump siyasetini zor derecede özgertişi mümkün. Çavuşan qaratqan siyaset, qo'shimcha Cumhur siyasetinden bo'lishi mümkün. Yoki Beijing bilan suhbatlashishi mumkin, so'zlashishi mumkin, yoki avval hujum qilish shaklida urush qo'zg'ashi mumkin. Çavuşan meselesida yoki Cumhur bilan avval so'zlashishida, yoki bu Çavuşanga urush qo'zg'ashi mumkin. Prezident pul muomala gazetining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Agar Cumhur Çavuşan meselesi hal qilmaydigan bo'lsa, undaqda Çavuşan meselesini biz hal qilamiz. Qaraganda Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping Florida shtatida o'tkazilgan suhbatda Çavuşan yadro qurollari meselesi muhim suhbat deymiz bo'ladigandek turdi. Albatta shunday biz boshda aytdik. Üç mesele Janubiy dengiz meselesi, Amerika Cumhur savdosi meselesi, shunday eng muhimi Çavuşan yadro qurollari meselesi. Bu qator ikki davlat rahbaridan o'tirishdi. Muhim tema bo'ldi.